Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam hayotlik poyizga chiqqan qimmatli yo'lovchilar. Navbatda tushadiganlar psixika bekiti. Programmamizning bugungi sonida biz o'zgacha bir temani olib keldik. U bo'lsa-mu 3-shaxs tashvishi. 3-shaxs degan gapni nurg'un odamning anglag'isi yo'q. Agar 3-shaxs turmushiga aralashganlar bo'lsa, bu temaga nisbatan balkim sezgirligiga eshib ketishi mumkin. Lekin biz bugun bu temani boshqacha usulda tahlil qilamiz. Bugungi temamizni tahlil qilib berguchi muallim bo'lsa, bizning dangliq psixologiya fanlari doktorimiz Zivida muallim. Qarshi olamiz Zividada. Siz bilan suhbatlashib ko'ngilli deb qarayman. Chunki nurg'un masalalar biz o'ylamagan tarafdan tahlil qilinib, odamlarga bir xil rohatlik beg'ishlanayotgandek tuyg'uga kelaman shaxsan o'zimmi. Zividada yaqinda bir qiz bilan paranglashib qoldim. Bu qiz to'y qilish oldidagi bir qiz. Bu qiz boshqa bir yurtga yotliq bo'lib ketish oldida tashvishlandimi qandoq va yoki nima sababdan masala ko'rildi. Davomli to'y qilmoqchi bo'lgan yigiti ma'lum bir 3-shaxs bilan aralashib qolgandek, bu qizga sadoqatsizlik qilayotgandek tushunib takror ko'rib, to'yga nisbatan tashvishlanib qolibdi-da, bu to'yni qilsam bo'larmi, qilmasam bo'larmi deb. Amaliyot u yigitning yanada boshqa hamrohning yo'qligi aniq. Lekin bu qiz tushida diagnoz qo'yiblar, bu yigit menga sadoqatsiz chiqarmi degan holat ekan. Endi siz bir psixologiya fanlari doktor bo'lish sifatingizda mushundaq masalalarga yo'liqqan qizlarga qanday maslahat bersiz? To'g'ri, siz mush gapni davatganda men deyim, bu qitim bizning bekitimizga odam jixlab kelsa, qistonchilik qilib qilamiz deyman. Men birinchi qitimliq psixik maslahatimni maktab mushkasini bitirib kelgan vaqtimda bizning maktabimizda mushnaq bir cho'nglarning tarbiyalash sınıflarımız çıktı. Aşınaq bir toy qilgan bir qiz özünün yo'ldoshining talada bir sizlar aralashib qolganligi to'g'risidagi shu masalani o'tirib qo'yib, mendan maslahat so'ragan, hamda bu kasbiy emas. Lekin ham tunji qadimim shu 3-shaxs masalasidan kirganda hamda hozirmi bizning maslahatdan kirmamiz eng cho'ng bo'lgan qismi 3-shaxs masalasi. Demak hamda shunga o'xshash 3-shaxs masalasini biz haqiqatan ayolli yoki yo'ldoshi talaq qarab qolgan hodisa bor bo'lsa, bu amaliy tashvishlikda. Hazır siz misal algan bu tush ko'rgan qizning hazır bir xil xiyoliy tashvishlik. Texi 3-shaxs bo'lmadi. Bo'lmay turib, mushundan ansirayotdi. Demak, endi mushuni tahlil qilsak, bu amaliy masaladan emas, balkim o'zining qalbidagi masalani saylantiryotdi-da. Ham odamlarningki bu xildagi signal tashvishligi deymiz. Masalan, kichik vaqtimizda, eng kichik vaqtida opsi ish qilmagan chaqda bola bilmaydi. Xo'shlashib ketdimi, lekin bola opsi yo'q vaqtida qarshi nurg'un ehtiyojlari ishga oshmadi-da. Oshmagandan keyin andan beyaram bo'lishga boshladi. Ertasidan boshlab opsi ishga boraman desa, endi bu bola bormaysa deb agishdi. Opsi ishga bormay turib, opam ishga kes qana qilaman degan tashvishlik boshlandi-da. Demak, bu signaldan kelgan tashvishlikda ma qizning naqd 3-shaxs bo'lmay turib, endi bu qana qilma degan tashvishlik boshlandi. Shunga biz qandaqdir bu masalaning o'z ijtimoiy masalasidan emas, balkim shu bizni paydo qilayotgan tashvishlik to'g'risida to'xtalib beqishning aytib muhim zaruriyati bor. Meningcha endi bu turmushimizda 3-shaxs masalasini tadqiq qilayotgan adabiy asarlar va psixologiya va jamiyatshunoslik bor. Chunki bu odamlarning hammasida bir xillik kontrol qilish, mushundaq bir tabiiy muddasi bo'ladi-ku. Nurg'un talishayotgan ayollar qarsangiz, bular ajrashishni tanlamaydi. Masalan, 3-shaxs bo'lib qolsa-mu, biz maslahat jarayonida ajrashayimki deyman deb achchiq gap keldi. Agar shuningga rost ajrashish ehtimolli bo'lsa, ular hargiz ajrashmaydi. Bularning maqsadi amal bo'lsa, shu odamning muhabbatdagi o'zi erishib, kontrol qilib bo'lgandan keyin andan ajrashishni keyinda tanlaydi-ku. Bu bir xil huquq ko'rishidagli ko'rashgan hamda. Shunga shu jarayonda odamlar o'zining psixik holatini tushunsa, nima uchun mushundaq bir 3-shaxs masalasi o'zini tashvishlantiryapti? Agar rost mushundaq masala bo'lsa, biz qanday yuzlanamiz? Buning ancha qo'rqinchli emasligini bilganda, meningcha turmushdagi nurg'un masalalar to'qinishsiz ravonmagandikin deb o'ylayman-ku. Shunga bu qizga mening beradigan tavsiyam qandaqdir u o'g'il tarafdan emas, balkim o'zining balaliq o'sib bitilishini bakrak tahlil qilib beqish kerak. Zodi o'zining xarakteriga o'ziga ishonmaydigan yoki burunqi to'ylashishida mushundaq bir haqiqatan 3-shaxs sababidan mag'lub bo'lgan yoki balalig'ida mushundaq biz boy degandek har bir bosqichning ma'lum bosqichida o'zining muhabbatga erishamay, mushundaq bo'lgan tashvishligi bo'lganmi, mush masalani to'liq hal qilib bo'lgandan keyin o'zini tampon holatda anandekin to'yga kirgan vaqtda ma to'yning sifati nihoyat yaxshi bo'ldi. Chunki nurg'un odamlar to'yga kirib to'ylashish orqali masala qilmoqchi bo'ldi. Amaliyot bu xato tanlash. Shunlashqa hamda buni biz shu amaliyotda bo'lmagan bir tashvishlik holati buni oldin hal qilish kerak deb qaraymiz. Ma'lum bir qiz to'y qilg'ili
bu yıl 15 yıl bo'pti, 2 farzandi bor ekan. Lekin to'y qilib uzun bo'lmagan bir mezgilda ajrashib ketgan, ya'ni 3-shaxs sababidan turmushi buzilib ketgan bir ayol bu qizga bir gap qildi ekan. Bu hayotingizda cho'qim tayyorligingiz bo'lsin, har qanday bir cho'qim bir qitim buziladi. Hatto sizning eringiz buning ichida degandan keyin bu qiz shu vaqtni o'zida raddiya bergan. Yo'q, biz bir qancha yil aralashdik, muhabbat asosimiz kuchlik, uning ustiga mening yo'ldoshimning oila tarbiyasi yaxshi, unayt fazilatli bir yigit, undaq bo'lish mumkin emas deb javob qaytiribdi. Lekin to'y qilib 15 yil bo'lgan bugun kun qadar bu qiz pat-pat mushu gapni o'ylaydi ekanda. Ayni vaqt falon adam menga shundoq bir maslahat bergan deb ba'zida o'zining ixtiyorligisiz erini kuzatib qoldi ekan. Hey, mushum buzilib qolarmi? Chunki har qanday bir kishi umrida bir buzilib qoladi deydigan ehtimollik bo'lsa, mening yo'ldoshim shuning ichida bo'lib qolarmi deydi ekan. Sizcha mushu 15 yil o'y tutgan ayolning mushu tashvishi o'rinliqmi? Meningcha faqatla o'rinliq emas deb qarayman-chi. Endi 15 yil shunchalik yaxshi o'y tutayotgan ekan, yo'ldoshiga ishonmasam o'ziga ishonish kerak-chi. Masalan, o'xshamagan bolalar bor. Bolalarga men 3 yoshlik bolamga balam agar gap anglansang seni haqi berib o'tman desam, balam balkim voy bermasang mayli, u erishgan mendek umoq baldan birsiga erishidi deb o'ziga ishonishi mumkin-da. U kimning uyiga borsam men yana shundoq umoq baxtli yashayman deb o'ylashi mumkin-da. Ammo balaligidan boshlab paydo bo'layotgan ishonch. Demak, endi mushu narsa bizni baxt yo'liga boshlaydi. Agar tasoddiban endi haqiqatan yo'ldoshimiz shundoq bir ish bo'lgan taqdirdami, biz yana o'zimizning yo'lda erkin o'zimiz bo'lib yashay olamizda, o'zimizni yo'qotib qo'ya olmaymiz endi. Unda bo'lganki biz turmushimizda hech qanday ehtimollikni oldini ola faraz qilib cho'qim bunda bo'ldi deydigan bunday faraz tas endi. Lekin bo'lgan chaqda biz hal qilishga o'zimiz ishonsak bo'ladi. Shuning o'xshash nurg'un madaniyat omillarining ta'siri, nurg'un odamlarning bunga bergan bishoratlari ko'p odamlarga ta'sir ko'rsatdi. Amaliyotda bu ikki odam o'tirsidagi muhabbat masalasi biz davatgan qaynoq hissiyot bosqichi ish kelishidi hamda bir mezgildan keyin biz yaponiyalik olimlar tadqiq qilibdiki 3 yildan keyin muhabbat yo'q bo'ldi deb haq eg'iz tilda so'zlab turgan narsa yo'q bo'lmaydi. Bu muhabbat ish kelishidi, u g'idiqlashga, qo'zg'atishga muhtoj-ku. Endi buning ichida har bir oilaning mushundaqliq muhabbatlashdimi 3 omil o'xshamaydi. Ba'zi oilalar yaqinlik munosabatda, ba'zi oilalar mau mas'uliyat, yana bir oila mau qaynoq hissiyotni asos qiladi. Odamning xarakteri o'xshamaganda ba'zi qizlar deydi, "Voy, mening yo'ldoshim menga sen o'xshash undaq davomli odam boyadi, gul sovuq qilib, tug'ilgan kunlarimga yugurib kelib zibuzinda sovuq qilib undaq qilishni bilmaydi, u faqat romantik emas" deydi. Balkim uning yo'ldoshi munosabat jarayonida mas'uliyat bilan yaqinlikni asos qilishi, mavu qaynoq hissiyot, balki hayajonlikni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Endi bu gullarni sovuq qilib undaq qilayotgan qaynoq hissiyotni yaxshi ko'rgan bilan balkim uningda mas'uliyat tuyg'usi tuvan bo'lishi mumkin-ku. Har bir oilaning ikki odam birga kelgan vaqtdagi nurg'un elementlarning o'xshamasligi asosan bu oila muhiti o'xshamaydi. Endi bu o'xshamaydigan oila muhitidami 3 shaxs paydo bo'lish masalasi o'xshamaydi endi. Buning ichida erlar emas, hozir ayollarda nurg'un masala bor. Nurg'un erlar o'zini men talada nurg'un qizlarni kontrol qilyapman deb ayolliga nisbatan sal qaraydi. Lekin ayolning balkim badani taloq qaramagan bilan ro'y dunyosi allaburun taloq qarab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men shu necha yil avval 30 yil ro'y taloq qaragan bir ayolga maslahat berganda, oxir kelganda o'zining shu ro'yidagi yaxshi ko'rgan kishisi o'zini yaxshi ko'rmaydigan his qilgan chaqda biroq xomushlik holatida bo'lgan. Shu 30 yil yo'ldoshi bilan ya muhabbat, ya jinsiy turmush hech qanday narsa yo'q, bir uyda turgan, lekin o'zining ko'ngli butunlay teshidida, endi yo'ldoshi to'xtamay talada o'ynaydi ekan-yu, nurg'un qizlar bilan aralashib o'tirib ekan, lekin qalbida yana ayoli bor ekanda. Lekin ma ayoli yo'ldoshining endi hech nima qilmay turgan bilan buning qalbida sirti birsi bor ekanda. Endi mushundaq munosabatlar bor. Ham buni biz ayol taloq qarmadi desak bo'lmaydi. Odamning bu xil masalasi ikkiga ayrildi. Birsi mushtaq jinsiy ehtiyoj sababidan taloq qarab qolgan, ba'zi ro'y ehtiyoj sababidan taloq qarab qolgan ehtimollar bo'ldi. Shu bu masalalarni biz ikki nuqtadan atrofli o'ylasak bo'ldi. Buningda menda oilada bu masala bo'ldi, menda oilada menda masala bo'lmaydi degan gapni hech qanday qadam mening deyolmaydi, e'tiqod bo'lmaydi. Bu sirtqi muhit omili deymiz. Masalan, bir odam uyda ehtiyojlar ishga oshmay yoki ma'lum jihatda umidsizlanib, besimsiz qilib turgan chaqda pokda talada birsi uchrab qolsa, yana bir o'zi bo'g'is kelib, balkim u axloqsizligi, nacharligi emas, lekin shu hozirgi o'zining holatidan qochib chiqib kelib, balkim o taloq qarab qolgan bo'lishi mumkin. Shunda baxtli o'tayotgan birisi
texim baxt qo'lishib talaq qarab qilishi mumkin. Shunlashqa onunğa bir ayol oturup yo'ldashiga bek voy deb yoki biz ish kiyimlarimizni o'ngshab kiyib yoki uyda tomoqni bek etib pok tozalab hal qilib bo'lgan ish emas-ku bu. Buning hamda ehtimolligi shundaq bo'lganligi uchun biz buningga nisbatan yuz berib qolsa hal qilamiz, yuz bermay qolsa sağlam yaşayımız degan addi muamil bo'lish kerak. Buning bek andiki, bek qo'qqab, o'zimizning bundaq huquq ehtiyojini ustiga chiqarib olsak bo'lmaydi. Ham buningda mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, shu talaqqa sababini cho'ng jihatdan ashtaq to'rt turga ayirgan. Ba'zi odamlar odat xarakterlik ashundaq talaq qaraydigan odamlar bo'ldi. Bular xo'shalligini ashta erdan, ayoldan izlaydi hamda. Bularning halqilimi qismi, axloq, tuzum qismi nayte boşanlıda tabiiyligi bilanlar özüm xalq şunu qilib yaşaydigan, erkin yaşaydigan bo'ldi, lekin bularning oilasini buzg'isi yo'q endi. Oila bilan o'tkisi bor, bular işte odatlanib qolgan tipdagi odamlar bo'ldi. Yana bir turi haqiqatan buzg'unchilik tipidagi bu buzg'usili bor bu oilaning tutqusi yo'q. Taladagi odamlar haqiqatan muhabbatlashib, shuning bilan uy tutqusi bor. Bular balki mesiyat jihatda yoki boshqa amal jihatda birlik kelib qolgan, shunda qirg'isi bor tipdagi bo'ladi. Buni siz öyn tutup olman deb tirissangizmi amal yo'q. Buningga biz yuzlanishimiz kerak. Hamda cho'ngroq belqi tarkibi bo'ldigani shu. O'zining ro'yi dunyosini to'liqlash tipidagilar. Bular undaq uyda ayrilish yoki uy tutish ehtiyoji bo'lmaydi. Bular o'zini to'liqlaydi. Masalan, o'ziga ishonmaydigan birisi. Ayolligim yetmaydigan, normal birisi uchrab qolib, "Vah" deb qolsalar, "Voy, ishonchi degan munda qildika" deb kostyumni qirlab kiyib, bayram kim ash to'yg'u bilan oqidan ketishi mumkin-da. Demak, mana o'zini tuvan ko'rish to'yg'usini to'liqlayotdi. Endi yana bir qism, masalan, bolaligida o'sib yetilishida muhabbat kam bo'lgan birisi bo'lib qolsa, u azroq ko'ngil bilib, onalik mehr muhabbat berib qolsa, o'zining yeshidan cho'ng olamdi, kichik olamdi, shu onalik mehr muhabbatni izlab ketib qolishi mumkin. Mushunga o'xshash, masalan, muvaffaqiyat qozonmagan birisi azroq iqtisodiy jihat yordam qilgan birisining oqidan ketib qolishi mumkin. Ba'zi ayollar o sirtqi qiyofati, muhabbati deganga qaramay, masalan, kichigida azroq qahatchilik yoki iqtisodiy jihat besimda cho'ng bo'lgan ba'zi qizlar azroq zibuzinat, azroq kiyim-kechaklarning kayni ketib qilishi mumkin. Uni muhabbat deb shu vaqtda o'zi uni muhabbat deb o'ylaydi masalan. Mushunga qarsak, ularning ro'y dunyosida bir kamtiklik bor. Mush kamtiklik oilada to'liqlanmaganligi uchun balkim to'liqlanib qolgan bo'lishi mumkin-da. Demak, bu to'liqlash tipidagi ashundaq talaq qarash shakli bo'lib hisoblandi. Demak, mushu nuqtadan o'ziga ishongan odamlarning 3-shaxsga qarata tashvishi ojizroq bo'ladi desak, to'g'ri bo'lamdi. Demak, o'zini qabul qilib, mustaqil yashay olgan odam, albatta buning ichida o'ziga ishonchisi bo'ladi. Siz mushu men o'zim mustaqil yashay olaman, men o'zimni yaxshi ko'raman. Qanday holatda men deyaligan odamlar, meningcha bu odamlar yuz bermagan ishlardan tashvishlanib ketmaydi. Ham agar yuz berib qolsa, ular undaq o'zini yo'qotib qo'yib tugashdim demay buni yaxshi hal qila oladi deb qarasak bo'ladi. Shunga buningga uchun shaxsning qilib yo'q, menmi bek ko'p bu jihatda leksiyaga bek ayollar qiziq qoldiq uchun, bek ko'p odam uchun so'rag'anlik uchun ko'p izlanib so'zligim keldi. Ma'lum javob yo'q-ku deydi oqidachi. Buning haqiqatan formulasi javobi yo'q, bir qilib yo'q. Buning har xil sababdan mushtaq yuz berayotgan hodisalar bo'lg'ashqa, har bir odam o'zining oila munosabatini tushunish kerak-ku. Shuni bilib, his qilib, bir-birining ehtiyojidan muvofiq chiqib, kam nuqtalarini to'liqlash tirishsak, o'zaro bo'ladi bu. Hech qanday ayol borlig'ini atib o'tib, erning ehtiyojidan chiqqandan keyin andin ertalab qarab qolmaydi degil bo'lmaydi. Endi bu qaramagan taqdirda ayol yerib ketib qarab qilishi mumkin-da. Turmushimizda hozir ayollar o'zining qiymatini chiqarib, talada o'zining erkinligi bilan yashaydigan bo'ldi. Agar bularga o'xshashli ko'ngil bo'lmasa, balkim bularning to'liqlaydigan psixikasi borda odam tursa, to'liqlanib qolsa, u vaqtda buning amal yo'qda hozir. Shunga bu nurg'un masalalarga nisbatan olib aytgan chaqda, bir-birini tushunish kerak. Xo'sh, undaq bo'lsa, bir ayolning turmushida 3-shaxs ras paydo bo'ldi deyli. Va yoki bir erning turmushida o'ylamagan yerdan yana bir er 3-shaxs sifatida paydo bo'ldi deyli. Bundaq ayollar o'zini qanday tutish kerak? Bu masalaga qanday yuzlanish kerak? Meningcha shu birinchi ras paydo bo'ldi degan tekshirish bosqichi bek muhim. Nurg'un odamlar shuni tekshirmaylar. Ba'zi emas ishlarni shu qilib o'tadigan yoki shu ishlarni xiyoliy emas qilib qo'yadigan bu 3 yil jarayon to'g'ri jarayon emas. Chunki nihoyat xiyolparastlik bilan yo'q, u munosabat yo'q, u asli mundaq ekan deb o'tirib olishim to'g'ri emas. Yoki odatdagi bir odam voy rostli munosabati bor, bu mundaq qardi, mundaq kuldi, abayqandek uchur bo'ldi deb buni o'zining qalasidagi subyetiv narsani proksiyalab qo'ysin, bu to'g'ri emas. Amaliyotni tepish jarayoni muhim. Shu vaqtgacha ayollar hissiyotni emas, aqliylikni ustunlikka qo'yish kerak. Buni endi nurg'un ayollar bek sezgur biz, bilib olaymiz deydi.
sezgurlikka men ancha ishonmayman-chu. Men aqlga jiqroq ishongan amaliyotga. Amaliyot kishini men. Chunki mening hayotimda agar men ko'p ashundaq ishlarga yo'l qo'yib, ashundaq bo'lgansa mening qalbimda bir xil nurg'unlik passiv hikoyalar borchu. Mening sezdig'inim ash qalbimdagi proksiyalagan narsalar bo'lishi mumkin. Endi amaliyot bo'lishi mumkin. Yo'ldoshim menga shunday yaxshi muomala qiladi. Bu bir manba bu odamlarning shu muhabbatni bir libido energiya deyli endi. Buni siz birsiga yo'tkazsangiz cho'qim yana birsiga oz qoladi bu. Unda bo'lganki buni his qila olamiz. Shunga bu amaliyotni farq etish nihoyat o'ng'ay bir ishchi. Demak, ham shu yo'ldoshimizning bizga nisbatan sal diqqat qilmaganligi, anandakin muhabbatining yo'tkilib ketishlari, oilada bizga sal qarshi jili bo'lishi, yo ko'proq telefon o'ynashi, yoki bo'lmasa bizga nisbatan ansirab bir narsani uqvamsin deb ansizlik qilishlari, nurg'un jihatlarda uni siz ko'z bilan ko'rgan vaqtingizda anandakin rasma bunda qiyvatdi, men gumonxo'rlik qilmayam, g'oyiblashtirayotmay, men qiyvatdi degan farq etish pek o'ng'ay ish. Lekin nurg'un ayollar hissiyotga cho'kib ketib, yoki xayoliylikqa cho'kib ketamiz-chu. Shunga eng avval tavsiya qiladigan amaliyot rasmi yog'amun farq etish. Endi farq etgandan keyinchi desak, meningcha biz bek cho'q tavsiyalarni beramiz. Masalan, yaxshi muomala qiling, tatqizib qo'ymang, chidang, yoki bo'lmasa uni qo'qitib yondirib akiling, yoki bunday qiling deb. Endi to'rlarda nim qilsam ma'lum mushundaq vaqtda siz texmu bakrak oshirib talalarda yurib yasinib sizning texim 3 shaxsingiz borligini bildirsangiz qarshi taraf yenib keldi debdi. Bu qandaq usul to'g'rimi degandek gaplarni so'raydi-chu. Bu bak konkretni usullarni tavsiya qilish meningcha oilalarga mos kelmaydi. Hamma oilaning o'zining formulalari, o'zining munosabat shakllari bo'lganligi uchun oiladagi ahvollar asosan ham o'zimizning yurgin tutib yiqib bir taraf qilishni aytdim muhim. Endi buning ichida mening tavsiya qilganim cho'qim badal to'lash kerak erlarcha o'zining qilgashiga. Har qandaq ish mukofotlanib qolsa u davomlashadi. Endi buning ichida cho'qim bizning pozitsiyamiz aniq bo'lish kerak. Biz undan ayrilib qolsak yashamaydigan holatda bo'lmagan lekin hozir hamma odamning mustaqil yashash alaylik bor. Biz faqat shu oilada balimiz uchun, balimiz bilan shu hayotimizni birga mengish uchun ayollarning ba'zida biz yo'l qo'ydigan mushundaq bir mayilligimiz borligini lekin mustaqil yashalaydiganligimizni bildirib qo'yishimiz kerak-ku. Hargiz uni mukofotlashga bo'lmaydi. Qandaq shaklda bo'lsa. Shunlashqa bu uchinchi shaxs masalasi bo'lgan chaqda uni mukofotlab qo'yishni tavsiya qilmaslik bilan birga cho'qim ularga muvofiq darajada o'ziga xos badal to'latkizish kerak-ku. Shunday qilishning ziynini bildirish kerak. Bu bildirish bir necha xil bo'ldi. Biz uni bildirib qo'yishimiz notayin. Masalan, talada o'zi shu munosabat jarayoni murakkab munosabat jarayonida har xil badallarni to'lashi mumkin. Mushuni biz his qilsak bunda murakkab jarayon bu. Siz uning yo'l ichib bermaysiz yoki nim qilmaysiz, lekin shuningda to'lab qilish mumkin yoki oilada nurg'un masalada to'lab qilish mumkin. Mushuni biz o'z joyida o'rlashtira olsak bo'ldi. Anan lekin ayollar hargiz buni zo'ravonlik bilan qarshi tarafni bir xillik qazdorlik tuyg'usi paydo qilib hal qilman deb bolaga zahmet yetkazib qo'ymaslik kerak. Bu ikkisining masalasi. Bola qandaq vaqtda agar masala ko'rilib qolsa, bu ikkalanning bolasida cho'qim onami uning dardini tatadi, dadami tatadi. Nurg'un ayollar kayfiyatni chaqratmadak bolalarga yo'tkab qo'yib, mushta vaqtda dadam bunda qildi, anda qildi, ko'rdingmi, bunda bo'ldi deb anandikin bola maktab tashlaydigan yoki bo'lmasa yoshlik bahar mezgil bo'lsa, ba'zilar uydan chiqib ketadigan, ba'zilar işte psixik kasal bo'lib oladigan mushundaq shakllar bilan mana ikkisining munosabatini hal qilmoqchi bo'ldi. Bu ikkisining munosabati bola bo'lishdan avval paydo bo'lgan munosabat bo'lg'achqa aqlli ayollar meningcha o'zining munosabatini o'zi hal qilib, bolaga eng tuvan darajada ziyon zahmatni tuvanlatish kerak. Ular unda qilmay o'zi ojiz bo'lg'achqa bola orqali oilani qutuldirmoqchi. Bu nihoyatda dot ahmoqlik deb qarayman-chi. Buni oqida degan shundaq zanjirsima masalalar chiqib ketadi. Bunda bolalarni biz maslahat berish jarayonida ba'zan vaqtida shundaq ayollar nima uchun mush masalaga nisbatan yuzlanmaydi. Yolg'iz agar ajrashib ketib mush bolani biz yolg'iz boqqan taqdirdami, agar dadaning mehr-muhabbatdan mahrum qilmay, ishkalan tang mehr-muhabbat bersak bu bolani sog'lom nihoyat yaxshi cho'ng bo'ladi. Shunga buningdan ansirashning o'rni yo'q-chi. Ansiraydigan yana nima desa, mush bolani qalqon qilishda. Şuna mushu bir necha nuqtaga diqqat qilib bu masalaga yuzlansak, hal bo'lib ketib, balkim yo'ldoshimiz buningdagi turmushda bizning o'talardagi ayollardanmi nihoyatda go'zalligimizning borlig'ini, men bilan uy tutishning texmo rahat ham baxtli ekanligini his qilib yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasa yaxshi hal bo'lmay qolsa, ajrashib ketishi mumkin. Lekin bunday bo'lgan chaqda men faqat yo'ldoshimdan ayrilib qolaman. Lekin mening bolamning sog'lom o'sib yetilishi o'zim yana mavjud bo'lib turmanda, maziyonni ayta az. Agar unda bo'lmaganda o'zimni yo'qotib, farzandimning shu balaligiga zaxm paydo qilib qo'ygan vaqtimda bu ziyon
bekçiklap kütüdü. Şun ziyanını azaltıp hal qilishmi, ma ixtisoshunoslik nuqtasidan aytdim, muhim usulliki deyman. To'g'ri. Endi ba'zi ayollarimiz bo'ladi o'zida. Er haqiqatan o'zgardi. Uchinchi shaxsdan qo'l uzdi. Oilaga badanil emas, ruhim qaytib keldi. Lekin bu ayol bir umr til zarbisi bilan bu erni qayta azaplaydi. Bundaq erlarning balkim uchinchi shaxs tarafga yana bir qitim ketib qolish ehtimolligi yuqori bo'lib ketadi. To'g'ri. Endi bayatın asıl advini berib qo'yishimiz kerakmi dedik bu. Endi advini bergan asosda bu advini berishni qanchalik vaqt oldin abbasi bo'ladi. Bedel to'lash degan ularga til zo'ravonlik berish yoki zo'ravonlik berish emas. O'zining mushu qilmishdan ziyon tatqanini bildirishda, masalan, endi men oddiy misol olsam, shu qarshi taraf meni olasan, sen men bilan mushuncha mezgil aralashding, sen zodi ayolingga deb men olmasang bo'lmaydi, uyingni buzsa deb besim bergan vaqtida ba'zi erlar degan voy, mushu kim bilan uchi bo'lsa, shuning uchun shaxs tonishtirish kerak degan erlar bor. Bizning qishimiz berib, mushu endi badal to'lashda endi u hargiz biz orqali uni adabini berish emasda. Masalan, bu badal to'lashmi, balam uyi men talajusam, balamga bunda bo'ldi ekan emas. Masalan, mushu qilmishim men rohatlanadigan narsa emas ekan, menga belgilik besim olib keldi ekan degan tuyg'u berishdan iborat. Endi u bizmi mush masalani yaxshi o'tirib qo'ydingiz, davomli deydiganimiz ayollar agar erni kechirversa, mushu qalbidan kechirib o'tish kerakchi. Uni davomli buni ochiq kelgan chaqda, beram bo'lganda o'tirib chiqqan vaqtda haqiqatan oilaning munosabatiga cho'ng ta'sir etadi. Shunlashqa ayollar mush masalani biz deb o'tgandek ta'ziya shaklida tugitib o'tib, pak qaytadan yana bir erga tekkandek uyga kirishga xili jo'n kuch ketadi. Şu holatni meningcha qig'il bo'ladi. Mushu holatni shakllantirmasak, siz degandek haqiqatan bu erlarning uyda bo'lsa-mu, texmi ko'ngli chiqib ketadigan, chunki taladagi nihoyat hayajon, qizg'in bir muhabbatdan ayrilib kirdi-da endi uyga. Buni kuch ketadi, ham kirgan taqdir uyda texim bek bundaq ko'ngilsizlik tuyg'ularini berib qolsak bo'lmaydi. Aksicha, bunda vaqtda biz ularni mushu mayli ruhiy jihatdan, mayli badan jihatdan tashlab kirganlik uchun endi mukofotlaymiz. Hozir bu jazolaydigan vaqtni o'tib, mushu qilmishini mukofotlab biz uyda texmi qo'zg'itib ularga rahat ko'ngillik tuyg'u bersak, u vaqtida holatni davomlashtirib ketalaymiz. Ayol kishi bo'lish tasdaymiz, chunki aqlliq ayol kishi bo'lib masalalarni to'g'ri bir taraf qilish tas bo'lganligi uchun biz buni ayollik bilan bog'lab tushuntirib ayol kishi bo'lish tasdaymiz. Chunki ayollikning o'zi bizdan aqlliq bo'lishni, qurbonlik berish ruhining bo'lishini, beg'ishlash ruhining bo'lishini, mundaqcha aytganda masalalarni to'g'ri bir taraf qilish iqtidorining bo'lishini talab qilganligi uchun ekan. Rahmat Sevidada, agar bu temani rivojlantiramiz desak, so'zlashimiz desak, necha kecha yetmasligi mumkin. Ikkimiz rasmiy chaylarni damlab qo'yib, gazini chekib o'tirib desak, bakchiq misollar, yuragimizni tilg'aydigan ajoyib azobli kashmishlar va yoki ammo odamga nisbatan ta'sir qiladigan ajoyib hikoyalar o'tirib chiqishi mumkin. Lekin vaqt munosabati bilan afsus bugun 3-shaxs tashvishi haqidagi suhbatni mishada oxirlashtirish oldida turyapmiz. Qadrli ko'ruvchiman, balkim 3-shaxs sizdan to'liq yiroqda va yoki bir umr yoningizga yo'lamasligi mumkin. Lekin siz uni qandaqdir yonimda bor deb his qilsangiz, demak tashvishga cho'mdingiz degan gap. O'zingizga bo'lgan ishonchni urg'uting, o'zingizga ishoning. Ailangizni mehringiz bilan, vujudingiz bilan so'ying. O'sog'idan putingiz emas, butun jismingiz kirsin. Siz ailaga cho'kkan vaqtingizda balkim 3-shaxs sizdan ham sizning jo'ringizdan yiroqda bo'lishi mumkin. Hatto yaqinmi kelmasligi mumkin. Biz hamma ailalarga putunlik tilaymiz, xushallik tilaymiz. Psixika bekit programmamizning bugungi sonini oxirlashdik. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.